Aka hojatxona qancha bo'lyapti? Keling hozir bizada aksiya ketyapti 1+1. Bu nima degani? O'zingizga to'lovsiz, ikkinchi odamga tekin. Shunaqasi ham chiqdimi? Men kirasizmi? Ha, kiraman. Pulini chiqib berasizmi? Siz menga kuyov bo'lmoqchimisiz? Ha akajon, hozir как раз menda aksiya ketyapti. Agar siz qizingizni menga bersangiz, mebel bilan ko'rpa to'shak shundoq qo'shib beraman. O'zi shunaqa mebel bor edi-ku. Lekin ko'rpa to'shakni kelin qiladi-ku. O'sha ko'rpa to'shakni o'zim qilaman. Ha, bonusiga nima qo'shib berasiz? Bonusiga mayli qizingizni baxtli qilishni qo'shib beraman. Katta ish qilasiz ekan gapi. O'g'lim, yosh katta odam ketyapti. Salom bermaysanmi? Amaki qarang, bizda hozir aksiya ketyapti-da. Agar salom berishimga pul to'lasangiz, xaloq so'rash tekin bo'ladi. Boshdan kirsin. Tavba qildim. Salomlashish ham pulli bo'ldim endi. Charicha. Assalomu alaykum. Sizlarda ham skidka aksiya bo'lyaptimi? Yo'q amaki, bizda skidka aksiya bo'lmaydi, lekin narxlarimiz juda ham hamyonbop. Mana misol uchun ko'rib turgan dvoykangiz 295 mingdan. Amaki, bozorimizdagi mahsulotlar kulgili narxda, lekin jiddiy sifatda. Qarang, mana shu jilet 187 mingdan. Qo'lingizdagi finkalar 155 mingdan sotiladi. Yo, sizlarda bitoy texnika ham bormi? Amaki, bizning bozorimizda liboy narsangiz bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu Inbazar katta bozor ekan-da. Akajon shoshmang. Fursatdan foydalanib qoling. Bizda qaynoq chegirmalar ketyapti. Qanaqa chegirma? 1+3 aksiyasi. Unda nima bo'ladi? Masalan, siz menga sadaqa qilsangiz, sizga qo'shib 3 ta oshnangizni ham duo qilaman. Tavba qildim. Senda ham aksiya bormi? Hayotimiz aksiya bo'lib qopti-ku.